Dori vositalarini original yoki original emas ekanligini nereden bilsek bo'ladi? Misol uchun, O'zbekiston yozuvi bo'lsam, ruscha yozuvi bo'lsam, bu preparatimiz originalda. Qaysi sabablarga ko'ra? O'zbekistonda 3 xil dil yuriydi. Ya'ni gaplashiladi. Angliskiy, ruskiy, o'zbekcha, o'zbek tilida. Mahsulot O'zbekistonda ishlab chiqarajak vaqtida kompaniya fikrli edi. Qaysi tillarda o'qiydilar edi? Qaysi tillarda ishlatiladi? Angliskiy, o'zbekskiy va rus tillari. Shunga qarab instruksiyani yozadi va korobkasining kadokining ustidan o'zbekcha tushunchasi bo'lishi kerak. Undan tashqari O'zbekistonga kirganligi yoki kirmaganligi, dokumentalniki haqida mana bu QR koddan bilsangiz bo'ladi. Bu QR kod boshqalardan o'tgan mahsulotlarda bo'ladi, original preparatlarda. Asl belgida ham programma bor. Asl Play Market yoki Apple Store'dan skachat etsangiz bo'ladi. Hozircha faqat Play Marketlarda ishlab turibdi, ya'ni Samsung Androidlarda ishlab turibdi. Shu asl belgida skaner atasiz bu preparatni qayerda ishlab chiqarilgani, O'zbekistonga qachon kirgani, O'zbekistondan keyin qaysi optika o'tgani va sizni qo'lingizda galadon jarayonadon, sizni qo'lingizda turgan jarayonadon sizga chiqarib beradi istoriyasi. Bu preparatlar shunda original preparat deb aytiladi. Original emas preparatlarda, misol uchun, narx-navosida arzon bo'lishi mumkin. Buni o'zi misol 90 ming so'm bizda skidka bahada 90 ming so'm shunday bahasi. Misol uchun buni original emas raznica beradi. 30 ming so'mlik raznica beradi. Misol uchun original emas 60 ming so'm bo'lishi mumkin. 60 ming so'm katta raznica beradi, lekin effekti siz kutganingiz bo'lmaydi. Ichini mahsuloti noma'lum bo'ladi. Aksi ichishni berishi mumkin, yomon bo'lishi mumkin. Har xil vaziyat bo'ladi. Agarda bu videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, apteka yuring, preparatlar haqida ma'lumot olib yuradigan do'stingizga bering.